Nemishqa qiz do'st topolmaymiz. Ba'zi yigitlar qarasaq o'zi shundoq kelishgan, menga o'xshash, xizmatimi bor, oylik kirimim yomon emas. O'zim shundoq axloqliq turib, lekin qiz do'st topolmaydi. Biroq narki bir ko'rimsiz, axloqsiz, hadisda arg'ichib, jangi jadal urushda mashavlarni yuradigan, xizmatim yo'q, shundoq bir qism bolalarning 3-4 ta mabiti var. Bu kız dostları bunu bakıdı, pul verip, kiyim verip, nomus qo'ymaydigan sizlar mana shunaqa bolalar. Endi nima shundoq bo'ldi deganda bu yerdagi muhim sabab siz gap qilishni bilmaysiz. So'z qilishni bildigan og'zingizdan tovush chiqqan bilan qandoq gap qilishni bilmaysiz. Biroq bolalar qandoq gap qilishga bak usta. Qandoq gap qilishni bilish sizning kelishgan bo'lishingizda muhim. Endi men shu 100 turan imtihonida qaranglar. Mana tilinglarning putulishliga yeri endi chiqdi dedim. Endi bu 100 turan imtihonda chuqur davlat saviyasi qancha yuqori bo'lsa, shu utalaydi deydigan gap yo'q. Ba'zi imtihonlarda aniqlam sizning davlat til saviyangiz intan yuqori, minkavxan sizdagi. Biroq men ba'zilar va davlat til saviyasi ancha yuqori emas, ba'zi gaplar foyinsin to'g'ri emas. Biroq bular sizdan yuqori numar elib chiqdi. Siz utamg'ayaga o'tkizdi dedim. Nemishqa? Yana shu gap qilishni bilmaysiz. 100 turan imtihonda bizning bildiğimiz shu tushgan savolning to'g'ri javobi emas. Balki imtihon maydon komissiyaning kutgan javobi. Qandaqmi mana shu gapning farqi bor. Yozmachi imtihonda chuqur to'g'ri javobni yozishimiz kerak. Biroq 100 turan imtihonda savolning to'g'ri javobini emas, balki komissiyaning kutgan javobini bilishimiz kerak. Mesela baştan bir misal yapayım. Biz 2014 yılındaki ahırları bir memurluk imtihan vergen vakitte benim bir dostum var. Şuna bu imtihandan çıkıp ezip gittim bana manda hop kaldı. Manda cevap verip koydum dedi. Nim oldu? Sen bunu düşken sual neyim ki etsenler? 2014 yıllık Dünya Longus futbol müsabakasında Germaniya komandası neyim için güvencim bulaldı? Diyen sual ki. Şununla bu sual körüp da gül kakaları geçilip gitti bunu. Vay! Keçilab qaq o'g'inish qismi musabaqat ko'rgandim men. Ash musabaqat ko'rgandan bugun foydasi yo'qdi mana. Set javob provatayda o'ziga chiqarib, chunki bu Germaniya komandasida palani cho'lpallar va bular degan burun mandaq klublarda top o'ynagan. Buning burun natijasi mandaq, sap shaklda palani hujumchi man xuvi qilgan, shuning bilan bo'lib maslashib mandaq bo'lgan deb degan tantarbiya nuqtasidan tushuntiribdi bu. 15-20 minut tushuntirib bo'lganki, ma'lumni bo'ldi gapni tugidimi debdi. Yani turup kim oylab baksa, o komisyonlarning bu neymişi, bu Germaniya komandası kim var, kim oynaydı, kim qaz klubda bununla neymişi? Komisyonning kütkini baş cevap mı sizce? Herkes bu cevap emez. Bundan sonra men şu imtihanı bakanlar depekler, sizler mi soğuluğunu dep cevap verdinler? Komisyonning ameliyatı bu sualdan kütüp atkan cevabı neymi o bu yerden? Yana baş üç parçalık hakkında kısa ki Guayu'nun cıngcunu tatqızıp koşu yüzün ölümüne sebep olan ot bitsi mühim sebep neymi o? Gap qilishni bilmaganlik. Yani bu vaqt sunkandim dedi. Vay elçevetip vay Gwensalg'on o'zlarining bir buyruq yetgan qizi bor ekan. Mening bir buyruq yetgan o'g'lim bor. Mumkin bo'lsa ikkisini birga ekipajda qudilishib qolsak desak Guayu'nim dedi. Yo'lbosning pushtini itning kuchiga yugurmanman dedi. Bu sen degan nati Lyubeyning qo'llasidagi bir sangon. Xalq degan og'am Lyubeylan tang o'rin turayotgan jonning 3dan 1ga bir bek xon. Guayu buningga asli voy sunbegi xap bo'lmaslar. Qizimning ham ma'bit vakantiqdan ya buyruq yetmagandamdo. Ya Lyubey og'amdan bir so'rab baqay, nimdayki o'zim ig'ulanmayman buningga demdo. Mandaq gapni qilgan bo'lsa, hargiz unda olmaydi. Shunlar buni suncan anglab ochiq kelmamda darhol ochiq Lyuma tümen men kishi qo'shin bilan daryodan o'tib Guayuning kallasini al. Şu zamanlı buyruq tushdi, shuning bilan Sun ve ittifoq shakllanib, birlashma qo'shin kelib Guayuga qarshi chiqdi. Amnisning sababi nima? Gap qilishni bilmaslik. Shuning uchun men bugun do'stlarga to'g'ri setlib intayin Wang Hong olib ketgan 3 dan kitob Kousay Sanju, Veyren Sanhui, Shushin Sanbu degan 3 danlik kitobni ko'rgan bo'lma, rasmini chiqarib qo'ydim, qarab beqinglar. Mana bu 3 kitob hammamizning bir o'qib beqishga arziydigan yaxshi bir kitob. Bu kitob buningdan keyingi turmushimiz, so'z qilish, kishilik munosabat, Renji Guanxi, Lingdao Guanxi aşındaq meyarşı hemmisinde bizga chuqur zo'r foydasi tegadi. Kitobning basi 19 goy, 15 goy kirasi bilan aran 34 goy. Total kitob 34 goy, birisi 11 goyda to'xtadi. Azando astidagi seri qo'llanmadan setib olinglar. Rahmat.